bering. Yarib aka menga 50 dollar xizmatdan berasiz. Yarib aka xursandchilikda birovga o'rtakash yo'q bo'lsa, boshqa yo'q bo'lsa, xursandchilikda beraman, Yarimga olasizmi? Yarimga 25 ga. 50 qildim aka. Ozgina qo'shing aka, beraman dedim aka. Qo'shdim aka. 25 ga olmaysizmi? Sizni 50 ga ham oldim. Necha edi buni o'yla? 13. 48 dan tushib beramiz. Aka 25 o'tib bersangiz, siz Bering. qanchaga zarar yo'q. 25 dollarga talashmang aka. Sarvar bo'ladigan bo'lsa beraman, olaman. Berib oling aka. 25 dollarga Yarib aka. Qiynalib bersangiz beraman. Men nima qiynalib? Qiynalib turib, o'g'rini turib bersangiz aka. Siz aytgandan ham kam chiqdimi? Ana, o'g'rini bersangiz aka, ziyonga yurmayapti. Chiqimmi? Ha, chiqimmi? Bering, bechiqim ekan aka. Birovga 1 so'm pul yo'q. Modda 75 dollar nima? Ay, Ertaga yana yugurayman. Yugurmaysiz, o'zlar qoladi. Siz boy bo'lsa Yarib akam boy bo'lsa, xursandchilikda bering. 25 dollardan boy bo'lmaysiz. Beram. 4150 ga ketdi. 4125 ga rozi bo'lib bering, 25 ga o'g'rini beraman. 12, 3 ta petnosi bor. Yurgan qancha dedi? Yurgani qancha edi aka buni? 409 ming dedi shekilli. 409 ming yurgan akalar 4100 ga sotildi. Yaqindan ko'rsatib qo'ying. Bozorda birinchisi adashmasam, birinchi sotilgan mashina. Kraska 3 ta eshikda petnosi bor deb aytishdi akalar. 4100 ga sotildi. Assalomu alaykum qadrli obunachilar. 2025-yil 13-aprel hafta kuniga yakshanba Farg'ona avtomashina bozoridan Nexia 1, Nexia 2 narxlarini qo'limizdan kelgancha chiroyli qilib berdik. Yili yangiroqlardan, eskilardan, pul arzonroqdan, har xillaridan chiqardik. Videoni oxirida ko'rib batafsil ma'lumot olishlaringiz mumkin. Videoni boshlashdan oldin bittadan like bosib, kanalga yangilar, kanalga obuna bo'lib qo'ysangiz, xudo xolisa sizlar uchun xizmatdamiz. Chiroyli qilib obzorlarni qilib beramiz. Bo'lmasa videomizni boshladik. Akalar, podishka qilib like bosib turasizlar. Akalar, videomizni boshladik. Birinchi Nexia 2 avtomashinamiz. Ko'p obunachilarimiz so'rashyapti. Mokrisdan 2015. Kraskasi top-toza. Xo'sh, motor holatlardagilar uchun 1.6 lyuks konditsioner akalar. Cho'k holatlari ideal holatda turibdi. Mashinamiz metinda. Motor hadoyi korobkalar qanaqa aka? Tasot yo'q, minishga tayyor. Xo'sh, ballonlari ham o'rtacha holatda turibdi. Dehqonchilikmi aka? Dehqonchilik tashlaydi. Chexol, lilonib, ko'rak, audio sistema qancha yurdi? 170 ming yurgani. Xo'sh. Orqa salon holatlari deganlar uchun orqa salon ko'rinishlari aka. Metan holatlari, pol holatlarini ham ko'rsatib o'tamiz. Mashinamiz orqa tomondan ko'rinishlari. Aka, xohlagan taklifini qo'yib beramizmi? Generalni bo'laveradi. Pulni qancha so'rayapsiz? 6000 kam bor. Bozor qilgani bo'ldimi? Qancha qilishdi? 5300 qilishdi. Belgiya yo'q. Naq pullarga berib yubormizmi? Yo'q. Ozgina qo'shilsa kelishamiz. Tevasida 5,5 tevasida beramiz. 5,5 larga bo'lmaymi naq pul? Yo'q, umuman tevasida beramiz. Telefon qilaversan kelishamiz, a? Variant ham bo'ladimi? Yo'q, naq. Faqat naq pulga. Telefon raqamlar. 90lik 179 179 0809 09 ga aloqa chiqarsizlar. Qayda mashinasi? Marg'ilonni mashinasi ekanlar, bemalol aloqa chiqarsizlar. Nexia 2 ni qorasini so'raganlar uchun 2009-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 2 avtomashinamiz. Kraskasi? Petnosi bor. Polni bo'lmagan. Bu geldi ishga. Ustasiga ko'rsatib tekshirib olaveradi, xohlaydigan odam. Xo'sh, uslitlari o'ziniki akalar, motor holatlari, sonistramlar. Chok holatlarini yaqindan ko'rsatib o'tamiz. Mashinamiz metanda. Motor hadoyi korobkasi qanaqa? Motori yangi bo'ldi. Motor yangi qilingan, hadoylari Zo'r hammasi. 4 ta baloni yangi holatda, akkumulyatorlar yangi holatda. Zavodskiy chexolda korrellar tashlangan, monitorlar bor. Yurgan qancha yurdi? 295 ming. 295 ming yurgan akalar. Bir qo'l mashina. Mashinamiz orqa salon holatlari. Orqa tomondan ko'rinishlari, metan holatlari va pol holatlarini ham ko'rsatib o'tamiz. Zapaspolni ham joyida turibdi. Dehqonchilikmi, tirikchilikmi?
Mahallami mashinasi, bir oqsoqol odamdik. Aha. Bir qo'l olib mingan. Bir qo'l minilgan. Xohlaganda akim qilib berilaveradi. Daverimiz xohlaganini qilib beramiz. Pulni qancha so'rayapsiz? 5000dancha tushib beramiz. 5000 kam bor. Bozor qilgani bo'ldimi? 4300, 4350 qilishdi. Belga yo'q. Bermadi. 44 larga Yo'q, bo'lmaydi. 4,5 telefon qilaversin kelishamiz, ha? Variant kam bo'ladimi? Yarim tevasida. Variantga 1 yilgacha o'ran kelishamiz. Qancha pul bo'lsa ham 0 dan ham beraveramizmi? Yo'q, 0 dan beramiz. 2000 puli bor. 2000 puli borga 1 yilga beraveramiz, ha? Beraveramiz. Qayerda mashinasi? Vodildik. Telefon raqamini aytaverasiz. 91lik. 91lik 665 665 48 48 71 71. 71 ga aloqa chiqarsak kerak Vodilni mashinasi. Varianti ham bo'ladi deb aytmoqda. Navbatdagi Nexia 2 avtomashinamiz 2008-yilda ishlab chiqarilgan. Kraskasi polni asli. Xo'sh, kraskasi polni deb aytmoqda. Xo'sh, motor holatlari. Aka, ustutul o'zinikimi? Aha. Chok holatlarini ham ko'rsatib o'tamiz. Motor hadoy korobkalar. Yaxshi, motor 0 dan bo'lgan. Motor 0 dan qilingan. Hadoylarda ish yo'qmi? Yo'q. Xo'sh, balonlari o'zlari uchun almashtiruvchilarning yaxshi bo'ladi. Chexollari, koriylari, audio sistema yurgan qancha ekan? 600 ming. Yurgani 600 ming. Orqasi ochiq shekilli. Orqasidan holatlari. Orqasini shuni ochaylik aka. To'xtab turing. Bo'ldi. Xo'sh, metan holatlari. Aka, metan yili necha ekan buni? Metan yili aka, metan yili necha? Oliydigan odam ko'ra olaveradi, ha? Ko'rib olishveramiz. Shunga polni o'zi bo'lganmi, polnimi? Yo'q, polnoz. Polni o'zi bo'lgan, ha? Xohlaganda kim tiniq beraveramiz. Bo'ladi. Pulni qancha so'rayapsiz? Oxirini 3400 beramiz. Taqalgan. Taqalgan 3400. Undan kam yo'qmi? Yo'q. Bozor qilgani bo'ldimi? Yo'q, bozor hali. Bozor hal qilishga yo'q, ha? Xohlaganda kim to'la. Variantga Bo'ladi variantga. kelishaveramiz, ha? Qancha 2000 ni berishsa, qolganini kelishaveramiz. 2000 ni bersa qo'yganini kelishaveramiz. Telefon raqamlari ekan. 91lik 245 91lik 245 0007. 0007 ga aloqa chiqarsizlar qaydi mashinasi? Qo'qonda. Qo'qonni mashinasi ekan, bemalol aloqa chiqarsizlar. Xo'sh, navbatdagi Nexia 2 avtomashinamiz Delphin Sweet akalar, yili 2013. Kraskasi 30% chaqa chuqasiga sepilgan. Sirasining kaltagi yo'q. Oliydigan odam ustasiga ko'rsatib tekshirtirib olaveradi. Dehqonchilikmi bu? Ha, Dehqonchilik. Sonus gibrid akalar. Xo'sh, chok holatlarini ko'rsatib o'tamiz. Mashinamiz metanda. Motor hadoy korobkalari qanaqa? Yaxshi, xudo xohlasa. Rasot yo'q, ha? Minishga tayyor. Balonlari ham 4 ta balon yangi holatda turibdi. Chexollarni ham taqib qo'ygan ekan, ha? Lekin salonlari akalar chotga idealniy holatda turibdi. Lelonim ko'rik audio sistema qancha yurdi bu? 295 ming yurgani. Xo'sh, mashinamiz orqa salon holatlari. Metan holatlari va mashinamizning pol holat ko'rinishlari. Tog'a metan yili necha buni? Metanning yili bor hali, suroga bor. Hali bor, suroga. Bor. Xohlaganda kim tiniq beraveramiz oliydigan odamga. Xohlasa gen, xohlasa prosto, xohlasa nomiga oladi. Xohlagan bo'laveradi. Bo'laveradi. Pulni qancha so'rayapsiz? 4,5 ming so'rab chek. 4,5 ming kam bor. Bozor qilgani bo'ldimi? Bo'lyapti, har xil. Qancha qilishdi? Har xil. Ko'p bilan variantga so'rashyapti. Variant yo'q. Bizga Faqat naqd pulga? Ha, biz naqd pulga. To'rda pastga gaplashaveramizmi? Kelishamiz. Kelishamiz, ha? Telefon nomerlar. 93lik 90. 211 93lik 211 1030. 1030 ga aloqa chiqarsizlar. Qayda mashinasi? Marg'ilon. Marg'ilonning mashinasi. Kelib bemalol aloqa chiqarsizlar. Minishga tayyor. Rasot yo'q. Ha, bemalol ustasiga ko'rsatib naqlaveradi. Xo'sh, navbatdagi Nexia 2 avtomashinamiz 2010-yilda ishlab chiqarilgan. Kraskasi qanaqa buni? Krilloda eshikda ozgina, polni bo'lmagan. Yo'q, uni orqa oldi toza. Orqa oldi toza. Dehqonchilikmi? Dehqonchilikda. Xo'sh, motor holatlari so'nistiramirlar akalar. Mashinamiz metanda. Chok holatlarini ham yaqindan ko'rsatib o'tamiz. Motor hadoy korobkasi qanaqa? Javob. Rasot yo'q, ha? Minish faqat minish kerakmi? Motor hadoylar qilingan. Balonlari ham yangi holatda turibdi. Xo'sh, ichkari salon holatlari. Chexol, lilonim, ko'rik, audio sistema hamma narsasi bo'lgan ekan akalar. Yurgan qanaqa ekan?
Qancha? Bitta ko'rakchi yurganni. 561 ming yurgan ekan. Xo'sh, mashinamizda orqa salon holatlari. Xo'sh, metan holatlari. Pol holatlarini ko'rsatib o'tamiz. Zapas balonlari joyida turibdi. Aka, xohlagan akim tiniq beraveramizmi? Keyin desaga xohlagan akim to'laveramiz. Pulni qancha so'rayapsiz? 4,5 kam. 4,5 kammi? Bozor qilgani bo'ldimi? Yo'q. So'rashyapti o'xshagan. 38 larga bo'ladimi? 38 ga turibdi. 4,5. 4 ga ham bo'lmaydimi naqd pulga? Variantgachi? Yo'q. Faqat naqd pulga? Telefon raqamini aytib o'rasiz aka. 91lik 325 325 78 78 23 ga aloqa chiqasizlar. Qaydi mashinasi? Chimyonni mashinasi ekan, bemalol aloqa chiqarsizlar. 4000 atrofida telefon qilarsa kelishamiz, ha. Akalar, Jigulidan ham arzon Nexia ko'rsatamiz. 1996-yilda ishlab chiqarilgan, birinchilardan. Xo'sh, sariq, oqdan sariqqa o'tgan ekan, ha bu? Buni motor hadoy korobkasi qanaqa? Hadovoy bilan korobkasi ozgina ishi bor. Motorlari yaxshi. Motorlari yaxshi, yurishlari yaxshi. Yurishlari yaxshi. Baloni almashtirib olsalar ham bo'lar ekan, akalar. Lekin puli voy arzon. Chexol, lilonim, ko'rak hamma narsasi bor ekan. Orqa saloni ham yaxshi holatda turibdi. Ozgina mehr berib yuborish kerak ekanda aka. Bo'ldi. Xo'sh. Metan holatlari pollari ham yaxshi holatda turibdi akalar. O'zi ham bilmay qo'ygan chiqqanni. Kechasi chiqib qoldi. Xohlaganda akamdan qilib beraveramizmi? Xohlagan dokumentini qilasiz. Variantga ham beraveramiz. Puli qancha o'zi naqd puliga? Naqd pulga ana 1200 ga olsin. 1200 ga beraveramiz, ha? Oxirgi narxi 1200 ga beraveramiz. Variantgachi? Variant 3 oyga qo'yib beramiz-da, narxi qo'shilmaydi, pul qo'shilmaydi. Pul qo'shilmaydi, 3 oyga shuni qo'yib beraveramiz, ha? Shunday qo'yib beramiz. Oldindan qancha berish kerak? Kami bir 500. 500 dollar bersa bo'ldi. Mana 500 dollarga Nexia bir akalar. 500 dollar berasizlar, 3 oy davomida bo'lib beraverasizlar. Telefon raqamlari aka? 91 047 83 85. Qayerda mashinasi? Farg'onani. Bemalol aloqa chiqarsizlar akalar. 1200 dollar. Navbatdagi Nexia avtomashinamiz 2012-yilda ishlab chiqarilgan. Kraskasi asfaltogan, butun makam mashina. Oliydigan odam ustasiga ko'rsatib tekshirib turaveradi. Umuman mudori yo'q. Xo'sh. So'ns gibrid. Chok holatlari. Mashinamiz metanda. Motor hadoy korobkasi? Zo'r aka. Ustitil o'zinikimi? O'ziniki. Baloni o'rtacha holatda turibdi. Chexol, lilonim, audio sistema, monitorlar bor ekan. Yurgan qanaqa? 209 ming. Shumkalar qilingan. Mashinamizda orqa salon holatlari. Xo'sh, metan holatlari, zapas balon, pollari hamma narsasi joyida turibdi. Aka, dehqonchilikmi, tirikchilikmi? Tirikchilik-da. 4200 ozgina otib beramiz aka. 4200 ozgina otib beramiz. Xohlagan akim to'ladi. Bo'ladi. Bozor qancha qilishdi? Bozor endi aka. Xudo xolasa endi bo'ladi. Hali qilishga yo'q. Qilishgan yo'q aka. 3,5 atrofida bo'ladimi? Yo'q. 4000 dan ag'ab aka. 4000 atrofida kelishamiz, ha? Variantgachi. Variantga qilib beramiz aka. Telefon qilaversin, kelishamiz, ha? Telefon raqamlari aka. 93 355 71 63. Aloqa chiqarsizlar, qayerda mashinasi? Farg'ona shahardagi. Farg'ona shaharda mashinasi. Xo'sh, navbatdagi Nexia avtomashinamiz 2015-yilda ishlab chiqarilgan. Kraskasi akalar ko'rsatib o'tamiz. Xo'sh, mana shu joyda petnos bor deb aytishmoqda va narigi tomondan ko'rsatib qo'yaylik. Mana shu joyda shunday petno qilingan deb aytishmoqda akalar, boshqa joylari toza ekan. Xo'sh, motor holatdan ko'rsatib ketadigan bo'lsak, So'ns gibrid chok holatlari mashinamiz metanda. Motor hadoy korobkasi qanaqa ekan? Tinig'i ish yo'q. Dehqonchilikmi bu? Dehqonchilik.
Balon holatlari yaxshi holatda turibdi. Oldlari, orqasi o'rtacha holatda. Chexol, Lelonim, ko'rik, audio sistema qancha yurdi aka? 350 ming yurgani. Xo'sh, mashinamizning orqa salon holatlari. Xo'sh, metallari, fol holatlari, zapas baloni. Aka, zapas baloni yo'qmi? Qo'shib beriladi. Xohlaganda kim tiniq beraveramiz. Pulni qancha so'rayapsiz aka? 5400. 5400 kam bor. Bozor qilgani bo'ldimi? Endi qilishyapti, 5 ta pastida, 5 ta atrofida o'sha 5000. Naqd puli borga qanchalar beraveramiz aka? Endi kelishamiz. 48 lar atrofida beramizmi aka? Chaqirsa 48 ga ozgina qo'shilsa kelishamiz a. Xohlaganda kim bo'ladi? bo'laradimi? Telefon raqamlari. 93lik 93lik 141 141 72 72 78. 78 ga aloqa chiqarsizlar. Qayerda mashinasi? Arsiftga qo'ysa, arsif. Bemalol aloqa chiqarsizlar. 48 ga ozgina qo'shilsa beramiz deb aytmoqda. Navbatdagi Nexus 2 avtomashinamiz 2015-yilda ishlab chiqarilgan. Kraskasi qanaqa ekan buni? Kraska aka, u nari eshigida petno bor, to'ptaqa. Keyin ana kalinkasi bor, ingichka joy. Aha. Kalinkasi. Narigi eshikdan petnosi? Shopir tomonda. Eshigi bilan orqaga jichcha perexod o'tgan shapalaq. Aha. Petno bor. Petnosi bor. Strashning kaltaklari yo'q. Xo'sh. Motor holatdan ko'rsatib ketadigan bo'lsak, 1.6 Lux Cancer mashinamizning metanda. Cho'k holatlarini yaqindan ko'rsatib o'tamiz akalar. 4 ta balon yangi holatda, ichkari salon holatlari. Chexol, Lelonim, audio sistema. Yo'q. 216 ming yurgani. Orqa salon holatlari. Mashinamizning orqa tomon ko'rinishlar. Aka, motor hadoy korobkasi qanaqami? 216 ming yurgan. 216 ming yurgan tiniq. Ishi yo'q. Konditsionerlari bor, shumkalari bor, 4 yumshoq balonlari bor. Shumka polni bo'lgan. Konditsionerlar ishlaydi. Konditsionerni orqaga yechib qo'yib qo'ygan ekan. Qo'ysa ishlayveradi. Qushni qo'ygizib oladi bo'ldi. Tushunarli. Xohlaganda kim tiniq beramiz. Bo'ladi. Pulichi aka? Puli buni 5,5 dan tushib beramiz. 5,5 dan tushib beramiz. 5 ga berilmayapti bu yer. 5 ga berilgan yo'q. Qo'shilsa beriladi. Qo'shilsa kelishamiz. Variantga? Barter bor, variant yo'q. Bartel bor, variant yo'q. Telefon raqamlari akalar? 33lik 33lik 668 668 87 80. 80 ga aloqa chiqarsizlar. Qayerda mashinasi? Vadildik. Vadilda mashinasi akalar, bemalol aloqa chiqarsizlar, lekin mashina tiniq holatda turibdi. Narxini kelishib olaverasizlar. Xo'sh, navbatdagi Nexus 2 avtomashinamiz. Yil necha yil ekan buni? Aka ol. 2016. Xo'sh, motor holatlari Sonos gibrid Lux Cancer. Choklari zo'r holatda turibdi, mashinamiz metanda ekan. Eldoriz aka. Kraskasi qanaqa ekan buni? Kraskasi. Kraskasi aka metrcha rektorkasi bor xolos. Aha. Toza qolgan. Qolgan yer toza. Dehqonchilikmi aka? Balon holatlari tirishlikda, 4 ta balon yangi holatda. Tonirovka ruxsati bormi? Bor. Qancha qoldi aka? Yo'q, buni ruxsati yo'q. Gayigacha ruxsat ekanda unda. Zavodskiy chexolda ko'rillar tashlab qo'yilgan audio sistema. Yurgani 90 ming. 6 ming. Qancha? 300 da cho'q. Xo'sh, orqa salon holatlari. Yaxshi, mayli. Orqalar cho'ktirilgan ekanda, tayyor a? Tayyor aka. Tonirovkada kim bo'lsa bo'ldi. Siz sotib yurasizmi? Ha. Pulni qancha so'rayapsiz aka? 6300 dancha tushib beramiz. 6300 kam bor. Bozor qilgani bo'ldimi? Yo'q, qilgan yo'q haliga, savdo qilgan yo'q aka. 5,5 atrofida kelishimiz. 6000 ga bo'ladi, xona 6000. Bo'ladigan 6000 a. Variantgachi. Variantga yo'q aka. Faqat naqd pul. Xohlaganda kim bo'laveradi. Bo'ladi, generalni qilib beramiz. Telefon raqamlari aka. 94lik 94lik 614 614 03 03 55. 55 ga aloqa chiqsa, qayerda mashinasi? Qumtepanik. Qumtepani mashinasi. Xo'sh, navbatdagi Nexia 2 avtomashinamiz 2013-yilda. Luki zavodskiy. Zavodskiy lukli.
Xo'sh, kraskasi qanaqa? 20% bor. 20% etpetlarda, chaqa chuqasiga. Strashni kaltagiga. Old orqasi butun. Suturlari o'ziniki. Motor holatlari Sonis gibrid akalar. Cho'klarni ko'rsatib o'tamiz. Mashinamiz metanda. Motor hadoy korobkasi qanaqa? Zo'r, rasot yo'q. Xo'sh, balonlari o'rtacha holatda turibdi. Ichkari salon holatlari, chexol, linoleum, lyuklarni ham ko'rsatib o'tamiz. Lyuklar ishlaydi. Audio sistema qancha yurdi? 250 ming yurgan. Mashinamizning orqa salon holatlari. Orqasini ochingchi. Xo'sh, metan holatlari va pol holat ko'rinishlarini ko'rsatib o'tamiz. Xo'p, motor hadoy korobkasida ishlayapmi? Yo'q, Nima rasot yo'q, ha? Oladimi, nima? Xohlagan akam tiniq beraveramiz. Pulni qancha so'rayapsiz aka? Yopishtirib beraveringchi. Shu beraman. Bozor qancha qilishdi? Buni 4200 qilishdi. Berganingiz yo'q. Shtirsan deganga 4200 ga beramizmi aka? Ozgina qo'shilsa beraman. 43 ga ketaveradimi? Xohlagan akam to'la, variantgachi. Variantga ham beraman. Qancha puli bo'lsin? 1,5 ming, 2 ming puli borga beraman. 1,5 ming pul borga 6 oygacha, 1 yilgachami? 6 oy. 6 oygacha beraveramiz, ha? Buni yil necha aka? 9. 2009. Kraskasi. Kraska kapot ustida bor, bitta krilloda bor. Kapot ustida, bitta krilloda. Ustitil? O'tmaganmi ustitilga? Xo'sh. Kapot usti, nari krillo bunisidan. Bunisi bo'lgan, ha? Ichiga o'tmagan. Donus 1.6 lyuks kansini. Cho'k holatlar akalar. Mashinamiz metanda. Motor hadoy korobkasi. Rasot yo'q, ha? Kondisionerlargacha ishlaydi. Balonlari o'rtacha holatda turibdi. Xo'sh. Teorik bitarish kerak ekanda. Zavodskiy chexolda linoleum korek audio sistema qancha yurdi? 244 ming. 244 ming yurgan. Orqa salon holatlari. Mashinamiz orqa tomondan ko'rinishi. Xo'sh, metan holatlari, pol holat ko'rinishlari, zapas baloni ham joyida turibdi. Yangi holatda ekan zapas baloni ham. Xohlaganda akam to'la. Pulichi? 4,5 dan tushib beramiz. 4,5 dan tushib beramiz. Bozor qilgani bo'ldimi? 39. 39 ga bermaningizmi? Ozgina qo'shilsa beramiz. Ozgina qo'shilsa beramiz, ha? Tushunarli. Variantga? Yo'q. Bunisi variantda. Bunisi bo'ladi, bunisi faqat naqdga. Telefon raqamlar 91lik 91lik 692 692 6008. 6008 ga aloqa chiqsa, qayerda mashinasi? Bag'dod mashinasi kelasi. Bemalol aloqa chiqsa, xohlaganda kim to'ladi. 1,5 ming pul borga 6 oygacha variantga bo'ladi. Bunisi faqat naqd pulga deb aytishmoqda ekanlar. Bemalol aloqa chiqarsizlar.